nimaga shunchalik shumka qilingan o'zi? Shumkami bu? Nima material bu? Hop. Bu kanalizatsiya ustidan yopishtiriladigan shumka. Oddiy shumkalardan farq qiladi. Hop. Buni yopishtirishimiz sababi asosiysi, bu endi oshxona bo'lyapti. Endi misol uchun bu yerda ovqat qilinadi, boshqa narsa qilinadi. Tepadan suv oqizishsa, tepada ketma-ket yetash hammomlar. Hammomlardan unitaz yo'q, bu narsani suvni bossang, chilirlagan ovoz chiqadi. Ana o'sha ovozni yo'qotish uchun bu shumka yopishtiriladi. Endi qarab, tasavvur qiling, zinadan kelyapman, bu yoqqa tushib ketaman. Nima bu misol uchun nimaga qilingan? Bu endi bu oshxonamiz podolda bo'lganligi uchun, chuqurda joylashganligi uchun bizning uklonimiz, kanalizatsiyamiz nazorat qilmaydi. Shuning uchun bu yerga mana nasos bu, fikalniy nasos. Shu fikalniy nasosda ulanadi. Oshxonamiz suvi bunga keladi. Bundan u yoqqa otvoradi. Ikkinchisi, pastida yana bitta chuqur bor. Unga avariyniy nasos qo'yiladi. Kattangni xonada qanaqadir muammo bo'lib, suv yorilib ketib qolgan taqdirda ham ichiga tushadi. Ichiga tushgan suvni paplov ko'tarilib, katta anaqa kanalizatsiyaga o'tvoradi. O'shanda bu yoqqa ziyon yetmaydi. Mana bu вообще ajoyib nasos ekan. Ko'rinish jihatdan. Bunaqa nasos ko'rmaganman. Yana podolga qo'yiladi. Unitaz shunaqa narsalarga qo'yiladigan narsa. Do'stlar, opisaniyada to'liq telefon nomerlari yoziladi. Barcha santexnik xizmatlari sifatli kerak bo'lsa, telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar.